Bugungi videoda men Minecraft uchun juda qo'rqinchli bo'lgan animatsiyalarga ega, hattoki ovozlarga va o'z shederiga ega bo'lgan qo'rqinchli modlarni ko'rsatib o'taman. Va qayerdan deb o'yin juda qo'rqinchli deb ataladi va aytaman. Tasavvur qiling, siz uxlamoqchisiz, lekin sizni mana bu maxluq qo'rqitib kravatingizni olib ketib qolsa, nima qilar edingiz? Siz uxlash uchun kravatni qayta qo'yib urinib ko'ravermang, baribir bu monster sizni uxlashga yo'l qo'ymaydi. Ovozidan ham bilib turibsizki, bu mod ancha-muncha professionallar tomonidan. Siz o'z dunyoyingizda qandaydir mana bunaqa soyalarni ham ko'rishni paydo bo'ladi. Agar siz bu dunyoda bo'lsangiz, qo'ylarni ura ko'rmang, bo'lmasam mana shunday ovoz chiqishni boshlaydi. To'g'ri, ovoz qo'rqinchli emas-ku deyishingiz mumkin, lekin ko'p ham uravermang. Bu qo'y dvellerga aylanishi mumkin. Modimizdagi eng birinchi dveller bu bo'yi uzun va tishlari ham uzun, boshi katta, orqasidan yozuv chiqaradigan. Uning nomi The Hunter deb nomlanadi. Bu ko'pincha odam yoki igrokning oldiga borib uni qo'rqitish uchun u o'zining orqasidan yozuvlar ham chiqarishga harakat qiladi. Siz uni o'ldira olasiz, hujum qila olasiz, lekin boshqalarini emas. U qachonki ertalab bo'lsa yokida unga zarar yetadigan biror narsa bo'lsa, u ko'zlari qizarib ketadi va siz hattoki uni ursangiz boshida sizga teginmay turadi va bu Jitel dvelleridir. Jitel dvellerni men qanday qilib uni dvellerga aylantirishni o'rgana olmadim. Hattoki targavliya ham qilsa bo'lar ekan. Yana ham bilmadim. Bu modni qanday ishlatish kerak. Bizning keyingi mutatsiyamiz juda ham qo'rqinchli. U o'zi qo'rqitishga harakat qiladi. You can't hide, ya'ni bergini olmaysan degan yozuvlar bilan insonlarni qo'rqitishga harakat qiladi. Survivalda o'ynab ko'rmang. Aks holda sizni u qorong'ilashtirib o'ziga orom etadigan, ya'niki o'ziga qarata oladigan eng yagona mob, ya'ni mutatsiya hisoblanadi. Bu modni do'stlaringiz bilan o'ynaganingizni tavsiya qilaman, chunki do'stlaringiz ham ancha-muncha adrenalin oladi. Bu mod ancha-muncha qo'rqinchli. Agarda u xavfli biror narsani sezadigan bo'lsa, u shunday yurishni boshlaydi. Biroz g'alati ko'rinar. Bo'lmasam bizda keyingi mod juda ham qo'rqinchli. Unda o'zining flashlighti ham bor, xuddi oldingi modimizga o'xshab. Ikkita modimiz bir-biriga juda ham o'xshashib ketadi, ammo bir-biridan ancha farq qiladi. Ko'rishingiz mumkinki, bu modda bizni qandaydir ko'zlar uzoqdan qarab turib kuzatib turishadi. Men qo'limga ancha-muncha dvellerlarni olib olganman. Hozir men sizlarga birontasini qo'yib ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkinki, ular boshida ko'rinmaydi. Bu moddagi barcha foglar, ya'niki fog deganimda ham shaderni nazarda tutdim, ham mutatsiya